Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan, ya'ni O'zbekiston fuqarolarini qonuniy shartnoma asosida ishga yuboradigan agentliklar haqida ma'lumot beraman va aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda O'zbekiston tashqi ishlar migratsiyasi. Hozirgi kunda kelib, 10 dan ziyod mamlakatlarga o'z fuqarolarini ishga jo'natishmoqda. Bular Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, hamda Turkiya, Qozog'iston, Rossiya va boshqa Yevropa hamda Osiyo mamlakatlari. Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga obuna bo'ling. Janubiy Koreyani oladigan bo'lsak, bunda koreys tilini bilishingiz kerak. Kiyima-sozlikda ishlar va qishloq xo'jaligida ishlar bor. Yaponiyaga ishga ketish uchun yapon tilini bilishingiz kerak va u yerda qariyalarni parvarishlash va boshqa ishlar. Buyuk Britaniyaga ketmoqchimisiz? Qishloq xo'jaligi, mavsumiy ishlar, ya'ni siz rus tilini bilishingiz talab qilinadi. Rossiya, Qozog'istonda ham rus tilini bilishingiz talab qilinadi. Buyuk Britaniyani aytib o'tib ketaman. Hozir 2023-yilga kelib O'zbekiston tashqi ishlar migratsiyasi hamda Buyuk Britaniyadagi Proforce kompaniyasi o'rtasida shartnoma belgilandi. Mana shu shartnomaga ko'ra 2023-yilda 1500 nafar O'zbekiston fuqarosi Buyuk Britaniyada ish bilan ta'minlanadi. Endi aytib o'tish kerakki, mana shu talabga javob berish uchun Buyuk Britaniyaga ishga borish uchun hamda qolaversa boshqa mamlakatlarga ishga borish uchun tillarni aytib o'tib ketdim. Endi yoshlarni aytaman. Erkaklar va ayollar yoshlari ishga layoqatli bo'lishi kerak, ya'ni 18 yoshdan yuqori, 55 yoki 45 yoshdan past yosh bo'lishlari kerak. Endi boshqa agentliklarni aytib o'tib ketaman. Boshqa agentliklar bu Toshkentda o'z faoliyatini yuritayotgan Grand Visa hamda Turon World agentliklari, Samarqandda o'z faoliyatini yuritayotgan Gold Ticket agentligini ayta olishim mumkin. Gold Ticketning rasmiy Telegram kanalida Kanadadan vakansiyalar kelgan edi. Mana shu vakansiyalarda O'zbekiston fuqarolari qabul qilindi. Endi ko'ramiz, O'zbekiston fuqarolari haqiqatan ham mana shu Kanada davlatiga borib o'z vizalarini qo'lga kiritsa, o'z avia chiptalarini qo'lga kiritib borib ishlayotgan bo'lsa, albatta bu haqida ma'lumot beriladi Gold Ticket agentligi tomonidan o'z Telegram kanallarida. Biz mana shu ma'lumotlar bilan ham tanishtirib o'tib ketamiz. Keyingi o'rinlarda Kanadada yana qabul qilinsa, ishchilar qabul qilinayotgan ish o'rinlari bo'lsa, sizlarga xabar beradi. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizni kuzatib borsangiz, bu yerda O'zbekiston tashqi ishlar migratsiyasi tomonidan qaysi davlatlar bilan shartnoma o'tkazilyapti, qaysi davlatlarga o'sha O'zbekiston fuqarolari jo'natilyapti, ya'ni til borasida qaysi til so'ralyapti, hammasi haqida to'liq ma'lumot berib borilgan. Mana shu kanalga obuna bo'lib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob topishingiz mumkin va birorta davlat sizga yoqib qolsa, mana shu davlatga ish o'rni bo'lsa, siz ketmoqchisiz, u yerda telefon raqamlar ham yozilgan. Telefon qo'ng'iroq qilib O'zbekiston tashqi ishlar migratsiyasi bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi va O'zbekiston tashqi ishlar migratsiyaga oid eng yangi va qaynoq xabarlar bilan tanishib borasiz, hurmatli obunachilar. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha salomat bo'ling. Bugungi video shulardan iborat edi.